Qizlar. Короче, biz ishdan charchab chiqdik, lekin bizani aftimizdan ma'lum emas, потому что biz qaranglar nimalar yeyapmiz. Bay. Shunaqa narsachalar yeb o'tiribmiz. В общем, bilardingizlarmi? Ili yo'qmi? Men честно bilmasdim. Вот просто так kirdik. Оказывается, do'st shekinda mana shunaqa yangilik kelibdi. Gonkongskiy vaflilar. Bu vaflilar необычный. Почему? Потому что bu venskiy nimalari, vaflilari хрустящий. И плюс bitta narsa, narxlarni qaranglar, narxlarni. Bunaqa narxlar, по-моему, Buxoroda вообще yo'q. Qaranglar, arzon. Yana bitta plus narsa bu, agar do'st chikindan 200 mingga nimadir xarid qilsangiz, yeyishga tam bunaqa fondyu sizga absolutno бесплатно berilar. Atigi 200 mingga do'stlaringiz, oilangiz bilan kelasizlar, 200 mingga narsa sotib olasizlar, desert sizlarga бесплатно mana. Maylamanki va klasni qilibdilar, yaxshi qilibdilar. 3 ta filiallarda ham bor. Buxoroda 3 ta filiallari, 3 ta filialda ham bor. Bemalol yeyishlaringiz mumkin, zakaz qilishlaringiz mumkin. Zakazda ham, dostavka ham bor. В общем, maza qilib o'tiribmiz. Вкусно? Давно не ели, да? Qaranglar, мороженое, shokolad, bu Nutella и клубника. Mana shuni yeb ko'ringlar, прям mazza ekan.